Xo'p, ertalabki nonushtalarni nechida qilish kerak deb so'rashibdi. Juda ham yaxshi, rahmat. Xo'p, ertalabki nonushta 6:30 dan 8:30 gacha bo'lishi kerak. Nonushtada deganda donishmandlarimiz buni Jalinus ham aytgan, buyuk ulamolar ham aytishgan. Ertalabki ovqatni o'zing yegin, tushli ovqatni do'sting bilan yegin, kechqurungi ovqat dushmaningga bergin. Bu bor haqiqat. Ertalab nima xohlasangiz iste'mol qiling. Faqat qovurilgan yog'liq narsa emas. Qaynatilgan tuxummi, hop, tubarrokmi, asalmi iste'mol qilishingiz mumkin tvorog bilan. Hop, endi yana orasida masalan kasha bo'lishi mumkin, ovsyanik kasha, sirguruch misol uchun ham. Bemalol 3-4 ta yana men tavsiya qilardim. 3-4 dona finik arab xurmosini. Juda ham katta foydasi bor. Qaynatilgan tuxum deganimda, o'sha qaynatilgan tuxumni 2 ta norma bo'ladi nonushta. Bemalol shularni iste'mol qiling. Grechka, ovsyanka, kasha, neki ertalab uyg'onganimizda energiyamizga bu quvvat bo'ladi bu narsalar. Xo'p, endi nonushta qilmadingiz deylik. Bir xil odamlar nonushta qilmaydi-da, uxlab yotadi 10-11 gacha. Bu noto'g'ri bo'ladi aytib qo'y. Bu juda ham noto'g'ri, xavfli bo'ladi. Nimaga? Nimagaki keyin siz уже turganingizdan keyin ko'proq ham ovqat yeb qo'yasiz, yana sizni tanangizda bu xolesterin yig'ishiga o'zingiz yordam bergan bo'lib qolasiz. Har doim o'z vaqtida suv ichamiz, o'z vaqtida ovqatlanamiz, kasallik yo'q. Demak, men har doim tavsiya qilganimdek, soat 5 gacha ovqatlanamiz. 5 dan keyin ovqat noto'g'ri hisoblanadi. Har doimgidek bemalol tushlikda nima ovqat iste'mol qilsangiz iste'mol qiling. Mayli 3 ta iste'mol qilasizmi, 4 ta iste'mol qilasizmi, lekin suvni ham esdan chiqarmang. Ovqatga qo'shib hech qachon suv ichmang iloji bo'lsa, 40 minut pauza qilib, 40 minut pauzadan keyin ichsangiz nur ustiga nur bo'ladi. Negaki, sizni yegan taomingizni hammasi metabolizmi o'zi tanangizga singib, har bir organizmga mikroelementga agar suv siz iste'mol qilib ichib yorsangiz, допустим, u suvga aralashib ketib, metabolizm boshqa bo'ladi. Har holda qoningizda ahamiyat beringki, og'irlik his qilasiz.